Assalamualaikum hammaga. Hozirda bu Telegram orqali APK fayli berib, hakerlar ulanib yotibdi Telegramına. Shuni ulanib bilmaslik yo'llari bor. Shuning uchun ikki bosqichli tekshiruv o'rnatish kerak. Parol qo'yish kerak. Telegramga giramiz. Maxfilik sozlamalari yana shuni bosamiz. Shu yerda yana ikki bosqichli tekshiruv bor. Mana parol qo'yamiz. Bular bir yoddan chiqmaydigan yaxshisini qo'yinglar. Endi proverka uchun 2 3 4 5 6 7 8 usta deb yozamiz. Parolni qayta takrorlaymiz. Parolni qo'yamiz. Ishora deydi, uni shart emas, o'tkazib yuborsak ham bo'ladi. Endi email qo'shamiz. Mana elektron pochta bu. Men bir akkaunt ochib tashladim, o'zim chiqdi yana. Bu elektron pochta yana bu M degan ilovani bosib Play Marketda boshqa vajdan shu yuqorisida ekan bu elektron pochta. Shuni harf-marif yozishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda hozir avtomatik chiqdi. Buni bosamiz. Shunga kod ketadi. Emailga kod boradi. Geldi yine kod 88 33 49 88 33 49 Parol o'rnatildi. Endi hakerlar telegramlaringizni ulanib bilmaydi. Nikak ulana olmaydi endi. Bu yerdan qurilmalar bir dana qurilma bo'lgan. Keyin yana bu pastroqqa tushamiz. Bir tekliflarda ham hech kimda yana bosib qo'yish kerak. Ortiqcha yana gruppa boshqa narsalardan yoki silkanalar gelmaydi, qo'shalmaydi. Keyin bir de telefon chaqiruvlarida ham bor chaqiruvlar yana. Bu ham chaqiruvlar ham faqat kontaktlarim degan tanlab qo'yish kerak. Shunda faqat sizni saqlanib etgan odamlar sizga telefon etib biladi. Boshqa hech kim telefon etib olmaydi. Begona nomerdan. Qo'yildi bu. Hozirda video urib ham yuzini Face ID olib turibdilar. Hozircha yana bor bilganlarim shu. Iloji bo'lsa baribir APK fayl kelsa uni yuklab ochib o'tirman, lekin baribir yanda kelaveradi, lekin hakerlar ulanib olmaydi Telegram'dan. Bu Google akkauntun shu paroldan bilish kerak bo'ladi. Bu ham agar bilmaydigan bo'lsanglar o'zgartirib boshqa etib bilamiz. Shu maktab yonidagi telefon ustaxonaga kelsanglar, maktab yonidagi biza o'zgartirib parollarni qo'lingizga daftar ruchkalarni yozib topshiramiz. Bu narsalar hozir o'chirib tashlaman bu narsani. Shularni parollarini ham даже bilib qo'ygan yaxshi. Telegram'ı gördüğünüzden nişat ulanish, o'chirib parol qo'yishi. Bu Google akkaunti parolni bilish shart, sababi bolalar bir kodlab tashlasa telefoni, bir kodi yoddan chiqib ketsa, yoddan chiqib ketgan taqdirda shu parol akkaunt orqali chiqib ketsa bo'ladi. Telefonni baribir o'chadi hamma narsasi, lekin akkaunt orqali chiqib ketsa bo'ladi. Shu akkaunt orqali. Biroq lekin parolni bilish shart. Ko'plar ochib beradi, parolni aytmaydi ham. Bu ochgan odam parolni o'zi yodida ham saqlamaydi. Важный narsa deb o'ylamaydi buni. Shulardan parollarni ham даже bilmasanglar ko'chirib, o'zgartirib parol qo'yib berib bilamiz. Shu 11-Face do'konidagi telefon ustaxonaga kelsanglar biz o'zgartirib berib bilamiz, xudo xolasa. Bu narsa shuning uchun bu ham kerak narsa. Parolni обязательно bilish shart. Telegramlar ham, WhatsApp ham o'sha emailga ulasa bo'ladi. İçindagi narsalarni o'chirmang. Sal tushunish kerak, lekin tushunib biladigan odamlar ulasa bo'ladi. Sim karta yo'qolib ketgan taqdirda ham shu emailga kod olib Telegram ochsa bo'ladi.